Yurak kasalliklariga chalingan bemorlar nimalarga ahamiyat berishi kerak va nimalarni bilishi muhim. Birinchi o'rinda o'z kasalligining mohiyatini, nomini, qachon asoratlanadi, qachon xavfli holatga keladi, nimalar bu kasallikni kuchaytiradi, nimalar susaytiradi, qaysi holatda profilaktikadan o'tish kerak, qancha vaqtda, qanday tekshiruvlarga ahamiyatga ega va ichayotgan dorilarni qancha muddat ichadi va qaysi preparat bilan birgalikda iste'mol qilib bo'lmaydi. Shularga juda ham katta ahamiyat berish kerak. Tabiiy va zararsiz degan tushunchalarni farqlab olish, gohida o'simliklardan tabiiy preparat iste'mol qilyapman deb kasallikni zo'riqtirib qo'ymasligi, aritmiyalarga oid bilimlarga ega bo'lishi, dorilarning qancha vaqt davom etishi, mustaqil to'xtatmaslik, mutaxassis bilan doimiy maslahatlashish, shifokor va bemor o'rtasida jiddiy hamkorlik bo'lishi, savol berishdan uyatmaslik va eng muhim tushunchalarga ega bo'lish va eng muhimi to'g'ri hayot tarzi yurak kasalliklarini davolashning 50% ekanligini bilishi muhim ahamiyatga ega. Agar siz dorilarni vaqtida ichsangiz, lekin parhezga e'tibor qilmasangiz, sog'lom turmush tarziga e'tibor qilmasangiz, uyqu stresslardan bo'shamasangiz, bu holatda siz o'z kasalligingizni og'irlashtirib olasiz. Bizni kuzatib boring, o'zingizni ehtiyot qiling.